Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan trenerlarning MySport kabinetidan malaka oshirishga, ya'ni malaka oshirish sertifikati olish uchun arz yuborishni ko'rib o'tamiz. Demak, mening kabinetim, mening arizalarim malaka sertifikati olish uchun ariza. Demak, qo'shish tugmasini bosamiz va malaka oshirish instituti, ya'ni adaptiv jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini qaytarish malaka oshirish instituti tanlanadi. Tanladik. Malaka sertifikati turi malaka oshirish sertifikati. Yo'nalish maxsus maktab internati tanlanadi. Yo'nalish turi sport turlari bo'yicha trener. Sport turi misol uchun para-dzyudo. Para-dzyudo sport turi tanlanadi. Ta'lim shakli bevosita to'g'ridan-to'g'ri malaka oshirish. Akademik soati 144 soat. O'sha joyda bitta narsa, faqatgina adaptiv jismoniy tarbiya va sport mutaxassislarini qaytarish malaka oshirish instituti uchun arz yuborish hozircha mavjud. Demak, pastga tushamiz. Ya'ni diplom yoki o'qish joyida ma'lumotnoma va sport tashkiloti tomonidan kafolat xat, malaka oshirish institutiga yuborish bo'lsa buyruq yoki FIDE reytingi ko'rsatkichlari. Ya'ni so'ralgan ma'lumotlarni PDF shaklida ilova qilamiz. Ma'lumotlarni yukladik. Ma'lumotlar yuklab bo'lgandan keyin saqlaymiz. Ma'lumotimiz saqlandi. Saqlangandan so'ng bir bor tekshirib ko'ramizda, yuborish tugmasi bosiladi va arizani haqiqatda yuborish xohlaysizmi? Okey. Bo'ldi. Arizamiz tegishli tashkilotga borib tushdi.